Avvalambor assalomu alaykum. Zuhurdinus kanalining qadrli obunachilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Ishga tayyor yurib turgan bitta gazelli kuch bor ekan. Diqqat bilan ko'rasizlar. Ma'qul bo'lsa egalariga tezda aloqaga chiqib, kelishib sotib olishingiz mumkin. Bundan arzonni imkoni bo'lmasa kerak, imkon qadar arzonni topib qo'ydim. Gazelli kuch so'rab yurgan sizdan ham tanishlaringiz bo'lsa, bu videorolikni jo'natib qo'ying. Albatta sizdan xursand bo'lib qoladi. Biz ma'lumotlarni berishni boshlaymiz. Like esdan chiqmasin. 1986-yilda ishlab chiqarilgan gazelli kuch ekan. Bu bartovoy bo'lgan ekan, samosval qilgan ekan. Hozirgi kunda dokumenti texpasportda yuk o'zi ag'daruvchi ruxsati bor ekan. Motorlari hech qanday xarajati yo'q. 1 gram moy yemaydi. Bitta ustasini olib kelib bemalol ko'rsatib tekshirib olursin deyapti. Ramalari butun. Balonlari orqasidagi 4 ta baloni yangi ekan. O'rtoqlar, oldidagi 2 ta baloni 50% ekan. Temir metallari bor ekan. Gebaga dokumentga urilgan 5 ta 50 talik temir metal. Mashina korobkalari hech qanday muammo yo'q, korobkalarda skorsdan chiqaradigan unaqa holatlar yo'q. Faqat minadigan holatda deyapti. Mashinaning narxiga keladigan bo'lsak, mashinaning narxini 40 million so'm deyapti. Albatta o'tib beradi. Kami bor. 40 million degani bilan 40 millionga sotmaydi. Albatta o'tib beradi. Bitta mutaxassisni olib borib ko'rib, tekshirib sotib olishingiz mumkin. Bizda barcha ma'lumotlar shular bo'ldi. Mashinaning manzili Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida ekan. Bemalol borib ko'rib, mutaxassis bilan kelishib sotib olishingiz mumkin bo'ladi. O'rtadagi savdoga admin, ya'ni biz aralashmaymiz. O'zaro kelishib sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Bizda barcha ma'lumotlar shular bo'ldi. Agarda sizda ham sotmoqchi bo'lgan texnikalaringiz bo'lsa, ekranning tepa tomonidagi nomerlarga bizlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Telegram yoki WhatsAppdan yozsangiz, video rasmini tashlab bersangiz, chiroyli reklama qilib beramiz. Tadbirkor bo'lsangiz, o'z bizneslaringizni rivojlantirishlaringiz mumkin. Qo'limizdan kelgancha barcha ma'lumotlarni yetkazdik. Bitta like bosib qo'yib, gazelli so'rab yurgan tanishlaringizni jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi videoroliklarimizni ko'rishguncha